Yaxshi, aslan 90% kiyimlarimni berib yuborishga qaror qildim. Nimagadir vijdonim uyg'onib, dvoga kiyimni kiyishni xohlamay qoldim. Dvoga va menga yopishib turadigan o'zimga yoqmagan kiyimlarimni hammasini ajratib tashladim. Va garderobimni men xohlagan, chiroyli, keng turadigan ko'ylaklar bilan to'ldirishni xohladim. Xalq kuzatuvchilarim hali yoshsiz-ku, dvogalar kiysangiz yosh ko'rsatadi, katta, keng kiyimni sizni xotin qilib qo'yadi deyishdi. Mayli, endi uchta tug'ib xotin bo'lmay qiz bo'larmidim deb kuldim. Lekin bir xilla to'g'ri qilibsiz. O'zi aslida shunaqa keng kiyimlar kiyish kerak deb yozishda ancha ko'nglim xotirjam. Garderobimdagi kiyimlarimni deyarli hammasini yangi oldim, chunki oldin bunaqa kiyimlarim yo'q edi. Aynan uzun, keng ko'ylaklarga menga shu yildan shunaqa mehrim oshdi. Lekin shunaqa kiyim kiyish uchun qaror qabul qilishimga 5 oy vaqt ketibdi. Ilohim bu qarorim oxirigacha bo'lsin. Bu yog'iga faqat yaxshilik taraflarga o'zgarish nasib qilsin. Bu ustimdagi namaznik o'zini sharf bilan billa bog'cha maktablarga kiyishga juda ham qulay ekan. Ham kir ko'taradi, ham bola bilan yurganda udobniy, kengini ustida yo'q deb turar ekan. Shunaqa yoqdi shu ikkita namaznikim. Bo'yidan ozgina kestirib olsam qolibdi turar ekan. Bu ko'ylakni turmush o'rtog'im bilan aylanishlarga chiqqanda kiyaman deb niyat qilib oldim. Ko'rinishi ham chiroyli, однотонный, ortiqcha hech nimasi yo'q. Misr ko'ylagi. Keyingi obrazim sal svetliroq bo'lishini xohladim va grazniy rozовый ko'ylak oldim. Bu ham shunaqa chiroyli, keng